turmushga chiqish taklif qildimi birontasi? Shuncha paytda. Chiquvdi bilmadim. Ayamga qarayman. Katta kishidan chiqdi. Sizni YouTube'dan ko'rib kelishdi. YouTube'ga ko'rishib ketdi. Medim tegmayman dedim. Siz aytuvdingiz-da, yaxshi kuyovlarga tegsam degdingiz-da. O'shanda esingizdami? Ana yaxshi kuyovlar kelibdi, nimaga tegmadingiz? Katta kishiga tegmayman demi? Ha, yoshroq bo'lish kerak. Necha yoshda ekan u? 60 ga kirgan kishi ekan, men dalam bilan teng odamga tegman. Necha yoshlarda bo'lish kerak? O'zimni teng bo'lsa yaxshi. Yaxshi, rahmat. Feruza degan qiz sizga yubordi shampuni. Yemek ya. Chiroyli bo'lib qoldingiz. Rahmat. Istasizmi uni? İstemiyoruz. İşiniz endi qachon boshlanadi? Aprelda boshlanadi. Har kuni borasiz, ha? Qancha pul topasiz? Bu yerdan Yong'ozorga bordingiz mana har kuni ertalab nechida ketasiz ertalab? Ertaman 7da ketaman. Kech paytda Nima ish qilasiz? Markaj bir tozalash. Keyin Odam kelsa idish yuvib qolamiz, odam kelmasa yo'q. Ashar tozalab yuramiz. qancha pul topasiz? Bunisini bilmayman. 15 ming, 20 ming beradi. Har xil pul tushadi. Har kuni. Bir kunda 15-20 ming pul topasiz, ha? Ha. Siz bilan bu yerdan birga ketadigan odam bormi? Men Shergim bor tepada. Qo'yni orada sotyapsizlarni, qo'yniga pulini berib keting. Birortasi chiqdimi sizga unaqa oila quraylik, turmushga chiqish taklif qildimi birortasi? Shuncha paytda. Chiquvdi bilmadim. Ayamga qarayman. Qayerdan chiqdi? Marhamatdan katta kishidan chiqdi. Bilmadim. Qayerdan bilib chiqdi sizni? Telefonga ko'rishgan ekan. Siz o'tgan safar internetda chiqqaningizda Internetga chiqqanimga hamma sashnadi. sizni YouTube'dan ko'rib kelishdi. YouTube'ga ko'rishib ketdi. Medim tegmayman dedim. Nimaga yoqmadimi? Ko'rdingizmi odamni? Ko'rmadim. Ko'rmay turib ketdi. Bolalar kelib, medim tegmayman. Gaplashdingizmi? Gaplashmadim ki, tegmayman, qilmayman dedim. Hozir so'rasam tamommi? Siz aytuvdingiz-da, yaxshi kuyovlarga tegsam degdingiz-da. O'shanda esingizdami? Ana yaxshi kuyovlar kelibdi, nimaga tegmadingiz? Katta kishiga tegmayman demi? Ha, yoshroq bo'lish kerak. Necha yoshda ekan u? 60 ga kirgan kishi ekan, men dalam bilan teng odamga tegman. Necha yoshlarda bo'lish kerak? O'zimni teng bo'lsa yaxshi. Yoshman-ku hali. Yoshingizni ayting. Mana yoshdan mana yoshga. Hozir 40 ga kirib qoldim. Shunga qarabdi. 40 yoshlar atrofida bo'lsin. Balki shu yerga olib kelarsiz, to'g'rimi? Uylarda to'g'rilarsizlar birga, ham ayingiz yoningizda bo'ladi. O'g'li ko'p bo'lsa, mana shu gap kelganim yaxshi-da, unga qarab o'tirgan, eshik ochib o'tirgan. Yana nimalar qilmoqchisiz? Qanaqa bir orzularingiz bor? Yana nimalar Mana qilasiz? shu orzuyimiz, mana shu uyda o'rnab, tepani to'sib, qo'y qilgani yaxshi, qo'y qilamiz, dedik, tepa ochiq. Mablag'inglar yetmaydi o'zinglarga, ha? Mablag' yetmayapti, o'zimizda ayam o'rgan uchun daniya toshardi. O'sha o'tgan safar YouTube'ga chiqqaningizdan beri o'zingizga biror narsa oldingizmi? Kiyim oldingizmi o'zingiz? Kiyim oldim. Qanaqa kiyim oldingiz? Har xil. Hozir oq qishlik kiyadigan qishlik kiyim oldirdim. Qayerga olib berdi? Xolamni olib berishsa ham qoshiga ketib qolib, qoshidan kelayotgan mahal olib berishdi. Olib berishdimi? Ha. Shunday qilgan santarishdi.
Toshkentga bormaganmisiz hech? Yo'q. Toshkentga bormagan. Andijongachi? Andijonga bormagan. Andijonga bormagan. Andijonga ham bormaganmisiz? Ha. Hech ham.